2023-yilning mashinasi 61 ming probekdagi mashinaga salafan paket nimaga kerak? 7-8 yil oldin men ham bozorlarda ko'rgan paytim, voy, bir ko'rib yurgan mashinaga salafan qo'yib nimaga kerak ekan deb o'ylardim, lekin hozirgi kunda fikrim o'zgargan. Siz ham o'zingizning fikringizni yozib qoldirasiz, faqat videoni oxirigacha ko'ring. Salafan paket nima uchun kerakligini sizlarga hozir tushuntiraman. Sotuvchi uchun xaridor chaqiradi, ya'ni tezroq sotilishiga yordam beradigan narsa. Ana endi xaridor uchun qanaqa foyda deydigan bo'lsangiz, har kim ham buni yangisini olishga qurbi yetmaydi. Hozirgi kunda shu 35 ming, 37 ming dollar atrofida turadigan mashina. Ana endi sizda 24 ming, 25 ming dollar pulingiz bor, lekin yangi mashina mahallaga haydab borgingiz kelyapti. Qo'ni-qo'shni bor, do'st, dushman bor, to'g'rimi? O'zbekchilikda bunaqa narsa bor. Ana endi mana 2023-yilda 61 ming yurgan mashinani ko'chadan, mahalladan mazaqli haydab kiryapsiz. Sizning mashinangiz hamma yangi deb o'ylaydi. To'g'rimi? Probegini ko'rib qaramaydi-ku. Nechta yurgan ekanda probegiga qaramaydi. Mahalladan beznomerchada yangi haydab ko'rishni hamma xohlaydi ich-ichidan. Qimmat mashinaga pul yetmayaptimi? Hozircha mana 24 ming, 25 ming dollarga mana shunaqa zo'r mashina olishni hamma xohlaydi. Shu maqsadda salafan paket qilinadi. Siz ham o'zingizning fikringizni bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin va bizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi qachondir mashinangizni sotadigan bo'lsangiz, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpisatsiya bosib qo'ying.